Assalomu alaykum yer tandir somsa qadrdonlari. Siz azizlar bilan Ramazon oyini xursandchilikda yakunlab oldik. Kirib kelgan hayit ayyomi barchamizga muborak bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting. Hali yangiliklarimiz oldinda obuna bo'lib qolishni unutmang. Joninglar sog' bo'lsin, jigarlar. Musulmon ahliga Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Muborak oyda ixlos ila tutgan ro'zalarimizni Alloh taolo o'z dargohida husni qabul aylab, jannatlariga burxon